Nima deysiz familiyangiz aka? Ma'qulov Bekzod. Bekzod aka, qoida buzmadimi, to'g'rimi? Yo'q. O'zingiz to'syapsiz shunchaki. Res bo'lmayapti, to'g'rimi? Yo'q. Bodi kamera ishlamayapti. Buni ishlamasligini siz ham bilmaysiz, men ham bilmayman. Xo'p, ishlamasa men sizga hujjat berishga majbur emasman, to'g'rimi? Buni siz ishlamasligini siz qayerdan bilasiz? Qizili yonib turish kerakmi bitta? Balkim yonaydigandir, kuygan bo'lsa-chi ichida siz qayerdan bilasiz? Bilaman, ko'rinib turibdi, kuygan bo'lsa siz taqmasligingiz kerak. Qaysini? Svet kuygan bo'lsa-chi deyapman. Svet kuygan bo'lsa ishlamaydigan bo'ladi, Jon jon aka. shuni sizga. Yo'q, xo'p, svetini qo'ying. Qoida buzmasam to'lish haqqingiz yo'qligini bilmaysiz. Nima qonun yo'q, ha? Kim aytdi sizga? O'zimni kelib tanishtirganimda qoida buzarligingiz bor dedimmi, yo'qmi? Yo'q dedingiz. Otangizga rahmat. Siz men so'ragan narsani taqdim qiling, keting. Taqdim qilmasam sizga hozir qoida buzgan bo'lamanmi? Yo'q, aka, bo'ysunmagan bo'lasiz. Ichki ishlar xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmagan bo'lasiz. Xo'p, udasini ko'rsatib qo'ying. Sizlar mana shunaqa Toshkentda vaqtimiz olursiz, yig'ishtiryapsizlar-da. 60 bo'lganim uchun. Siz Toshkentda emas, Toshkent viloyatidasiz. Safdor tumani Bekzodbek. Bunaqasi qayda buni? 30-yilgacha.